bir paytlar 500 ga kirmoqchi bo'lsang muqaddimani o'qi degan edim. Endi 1000 ga kirmoqchimisiz? Mudarrisni o'qing. Nima uchun aynan Imom G'azzoliyni shaxsiyati to'g'risidagi kitobni ommaga taqdim qilmoqdasiz degan savolning javobi shuki, Imom G'azzoliy rahimahulloh o'z davrida shunday asoslarga qo'l urganki, bu zotni hujjatul islom deyishgacha borishgan. javobni aynan mana shu Mudarris kitobida topishimiz mumkin bo'ladi. Kitobxon buni o'qish orqali butun boshli bir umrni xaritasi ko'z oldida gavdalanadi. Mudarris degan kitobni tarjimasini taqdim qilar ekanmiz, xalqimizga o'qishni tavsiya qilar ekanmiz. Avvalo kitob roman shaklida va bunga qo'l urgan, buni tarjima qilgan va tahrir qilgan insonlar zamonamizdagi eng peshqadam olim insonlar. Tahrir qilishlikda mana Komil Umar do'stimiz filologiya fanlari doktori qo'l urgan. Bir nafasda o'qib chiqsa bo'ladigan va juda ko'p chiroyli xulosalarni olish kerak bo'lgan kitob.